Assalomu alaykum. Namangan davlat pedagogika institutida hafta davomida amalga oshirilgan ishlar va yangiliklarga oid institut haftanomasi maxsus xabarlarni e'tiboringizga havola etamiz. Namangan davlat pedagogika instituti Pedagogika fakultetida O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi Mehnat kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlar bo'yicha davra suhbati o'tkazildi. Joriy haftada Namangan davlat pedagogika institutining ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash sektori boshlig'i Javohir Yo'ldashev Samarqand shahrining Sof Expo Samarqand ko'rgazmalar markazida o'tkazilgan World Edu 2023 forumida ishtirok etib qaytdi. Davlatobod tumanida joylashgan viloyat madaniyat markazida O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasining 80 yillik yubileyi hamda Farg'ona vodiysidan fan va texnologiyalar yo'nalishlarini rivojlantirish muhokamasiga bag'ishlangan Farg'ona vodiysida fan va texnologiya ilmiy konferensiyasi o'tkazildi. Konferensiyada Namangan davlat pedagogika instituti rektori Murodxon Qodirxonov, institut professor o'qituvchilari va magistrantlari hamda talaba yoshlar faol ishtirok etishdi. Talaba yoshlarning dunyoqarashlarini kengaytirish va ma'naviyatlarini yuksaltirish maqsadida Namangan davlat pedagogika instituti talabalari uchun Alisher Navoiy nomidagi viloyat musiqali drama teatrida Ibrat spektakli namoyish etildi. Samarqand shahridagi yoshlar markazida 21-asr ayoli Xotin-qizlar festivali o'tkazildi. Mazkur festivalda Namangan davlat pedagogika institutining xotin-qizlar masalalari bo'yicha rektor maslahatchisi Dilfuza Pardabayeva ham faol ishtirok etib qaytdi. Namangan davlat pedagogika institutining kimyo yo'nalishida tahsil olayotgan talabalari uchun institut rektori Murodxon Qodirxonov tomonidan dars mashg'ulotlari tashkil etildi. Ayni kunlarda Namangan davlat pedagogika instituti dotsenti Dilbar Boymirzayeva Innovatsion rivojlanish agentligi tomonidan e'lon qilingan yosh olimlarni xorijiy tashkilotlarga qisqa muddatli stajirovkalarga yuborish bo'yicha tanlovda g'olib chiqib, Germaniyaning Otto Friedrichs nomidagi Bamberg universitetida ilmiy stajirovka o'tamoqda. Namangan davlat pedagogika instituti rektori Murodxon Qodirxonov Namangan shahrida joylashgan pedagogika kollejiga tashrif buyurdi hamda pedagogik ta'lim muassasasi o'quvchi yoshlari uchun mahorat darslari o'tkazildi. Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedrasi katta o'qituvchisi Saodat Sulaymonova tashabbusi bilan ayollarni reabilitatsiya qilish va moslashtirish markazi Namangan viloyat hududiy bo'limi bilan hamkorlikda Yangi O'zbekistonning ibratli oilalari yosh uchun ibrat maktabi shiori ostida davra suhbati tashkil etildi. Namangan davlat pedagogika institutida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi huzuridagi yoshlar parlamenti a'zosi hamda talaba yoshlar uchrashuvi o'tkazildi.